خنوق پاگویی. ابو بالقشاش بدست. ابو بالقشاش بدست دایسی. ابو بالقشاش هستن. آنا. کنه تصادف. دایسیم با میل بدست. ابو بالقشاش آنا. ویا. ابو بالقشاش. کعبت الله های حمایت کردگی. خوش کیلب سز عزیز میهمان. انا ای گفتش از روزی نفهمیدم موندیم. ده کسان سوی زیر جلو. خدا حجب هم دگی برین ده هم تجاوز دگپ میزد خیلی گوشی. Kosonsoy sanatoriyasiga ketib keldik ya biz. Ko'rib turganingizda o'ng tomonimizda bu chegara yana o'tkazish punkti. Bundan TVS esa Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblasti Alabuqat tumanida. Bu tomon esa O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyat Kosonsoy tumani. Biz hozir yurtimizdagi eng chiroyli bo'lgan sanatoriylardan biri turibmiz hozir. Bunga misol esa bunga sabab sanatoriya oxirgi 5 yil ichida 2 marta respublika miqyosidagi eng chiroyli sanatoriylar nominatsiyasida birinchi o'rin olgan sanatoriylardan biri hisoblanadi. Birinchi safargina bu sanatoriyaga Gazel avtomashinasi sovg'a qilingan, ikkinchi safar esa yengil avtomobilda sovg'a qilingan. Bu sanatoriyamiz Kasaba o'sma qo'mitasi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boriladi. Shuning uchun bu yerga asosan ishchi xodimlar ko'proq dam olish uchun keladi. Bir sanatoriyning hozirgi kunga kelib bir kunlik to'lovi esa 370 ming so'm tashkil qiladi standart xonalari. Undan tashqari sekin bu ko'tarilib 750 ming 800 minggacha xonalari mavjud, apartament, kottejlari va undan tashqari lux xonalari ham mavjud sanatoriya. Biz bilamiz, har bir sanatoriyning o'ziga yarasha davolash prinsiplari bo'ladi. Bu sanatoriyga asosan harakat tayanch, yurak, nafas olish va ayollarimiz uchun ginekologik nimalarga moslashtirilgan sanatoriylardan biri bo'ladi. Kosonsoy tumani o'zi dengiz sathidan 1000 metr balandlikda joylashgan bo'lib, bu sanatoriyamizning ob-havosi juda ham ajoyib. Nafaqat bu sanatoriya, balki Kosonsoy tumanining ham ob-havosi juda ham mo'tadil, ko'rib turganingizdek ajoyib sanatoriyaning bu havosini, ob-havosini laboratoriya qilinganda Rossiyadagi Kislovodsk sanatoriyasi bilan bir xil chiqqan, ob-havosi. Bu sanatoriyamizga asosiy sanatoriya bo'lishi esa sababi pastdagi chiqqan buloq suvi hisoblanadi. Buloq suvi asosan o't qobig'iga, o't dimlanishlariga juda ham foydali hisoblanadi. Hozir sanatoriyaga sekin kirib boramiz. Ichki shart-sharoitlari bilan sekin men tanishtirib boraveraman. Bu yoqda yuraylik. Bu tomonda esa juda ham zinalar ko'p, qiynalasizlar, tushayotganda qoqilib ketishlari mumkin. Dahşat, dahşat joy. Til ojiz. Til ojiz. Arzunash qarib 400 zor. Jak ryzasz 400 zor arzunash. Arzunash, archuya bini deona. Archush. Amca ben mutlu taqdir mekard. Sanatoriyaga ketyapmiz ekan. Bari bular Narim dasta bir. Ha, primolog qasham. Hamga istani taylarashlar. Rafta. Ko'pchilikda ishkina bo'ldi. Avvaliy meditsina bobomiz bu tip xonallarni yaratganda meditsinaga bo'lgan qo'l-qo'shlarni qo'shganlari uchun kiraverishga asosiy joyga bu insonni yana haykal